Har safar biskvit pishirganimda, istoringa qo'yganimda ko'plab menga yozishadi lechkamga, bizga ham o'rgating, biz o'zimiz uchun pishiramiz, zakazga emas. Mana qizlarjonlar, bemalol o'zlaringizga ham zakazga ham pishiradigan, uyaltirmaydigan biskvit qizlarjonlar. Bu shifonoviy biskvit shokoladni universalni desa ham bo'ladi, chunki buni men trayfellarga ham va tortlarga ham ishlataman. Qizlarjonlar, bemalol foydalaninglar. Pishirib chiroyli chiqqanda mana atmetka qilishi eslaringizdan chiqmasin. Bizga kerak bo'ladi tuxum, shakar. Tuxum menda o'zi 6 ta ketadi. Men 7 ta soldim, tuxumlarim mayda bo'lgani uchun. Qizlarjonlar, hamma retseptini men yozib qo'yaman Reels tagida. Quruq narsalarni men aralash qilaman. Kakao meni gollandskiy va turetskiy aralash. Bunga kerak bo'ladi sut va hidsiz o'simlik yog'i. Tuxum 10-12 daqiqa uriladi. Ustiga mana shunaqa iz tushgandan keyin mikser eng past skorostida quruq massani aralash qilamiz. Qo'lda aralash qilsalaringiz ham bo'ladi bemalol. Keyin buni men qolibimga soldim. Qolibim adashmasam 18 ga